Sardor aka, bu uy emas, qopqon-ku. Bittasi chiqsa, ikkinchisi qamalib qolyapti. Kelin, bu navbat tizimi deyiladi. Tartib bo'ladi uyda. Oldin vanna bo'shatiladi, keyin yotoqxonadan chiqiladi. G'ayrat aka, nima biz endi ratsiyada gaplashaylikmi? Madina, yo'l bo'sh, men chiqyapman deb har safar chiqish uchun muzokara o'tkazamizmi? G'ayrat aka, o'lcham boshqa, xavfsizlik va maxfiylik boshqa. Mana qarang, vanna eshigi faqat tashqariga ochilishi shart, ichkarida kimdir o'zini yomon his qilsa, tez chiqishi uchun. Shahloxon, ammo boshida metrim meni aldamagan edi. Metr emas, mantiqal deyapti G'ayrat aka. Yotoqxona eshigi esa ichkariga, kravatga teskari ochilishi kerak. Spalni koridor eshigidan ko'rinib qolmasligi uchun hozir yagona yechim yotoqxona eshigini 20 sm surib, yo'nalishini ichkariga o'zgartiramiz. Azizlar, remontni ustadan emas, loyihadan boshlang. Qo'lingizda eshiklar qayerga ochilishigacha chizilgan aniq proyekt bo'lmasa, buzib tuzatishga va 2 barobar xarajatga mahkumsiz. Bitta noto'g'ri eshik shuncha muammo. Keyingi safar bundan ham jiddiyroq xatolarni ko'rib chiqamiz. Keyingi qismlarimizni o'tkazib yubormang.